Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Abubakir Safayev. Yana bir bor Zolotaya korona mavzusida sizlar bilan suhbatlashamiz. Menga yo'naltirilgan ko'p savollar va muammolarni o'rganib chiqqan holda bir qarorga keldimki, ko'pchilik O'zbekiston fuqarolari, nafaqat O'zbekiston, balkim Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari ham ko'pincha holatlarda moddiy tomonlama qiyinchilik paydo bo'lganligi sababli Zolotaya koronadan qarz olishga majbur bo'lishmoqda. Lekin esa eng achinarli holati Zolotaya koronadan ushbu mikrozayimlarni rasmiylashtirayotgan paytda dogovor условиялari, ya'ni dogovor shartlarini umuman o'qib chiqishmaydi ham va qiziqishmaydi ham. Shu sababli ko'pincha holatlarda ushbu pullar juda ham katta protsentlarga ega bo'lib, summa juda ham ko'payib ketgandan keyin qiyin holatga tushib qolishmoqda. Ya'ni bitta muammoni hal qilaman deb, ikkinchi kattaroq muammoga duch kelishmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, men sizlardan iltimos qilib qolardimki, har bitta ishni tuzishdan oldin yoki shartnomaga qo'l qo'yishdan oldin uning shartlari bilan yaqindan tanishib chiqishingizni juda ham xohlar edim. Zolotaya koronadagi foizlar haqiqatda ham juda ham katta. Shu sababli hech kimga bularni tavsiya qilmas edim. E'tiboringlar uchun rahmat.